Yana qo'limizda bor koniyalarimizdan birini ko'rsataman. Mana shu ham paketdagi lindisi koniyalar. Bularda deyarli hammasi tayyor bo'lmagan. Demak, shunga qo'limiz tushdi, shuni tanlaymiz. Bu ko'ynagimizdan 3 xil rangi bor. Qizil, yashil, fioletoviy. Bu ko'ynagimiz ham готов emas. Shuning uchun mana shu holatda turibdi. Buni turetskiy razmer 46-48 gacha ham bemalol tiktirib olsangiz bo'ladi. O'z razmeringizga moslab olasiz. Tegi zalatistik, lekin gullarda farqi va bor, shunga moslab shimlarni ham rangiga. Masalan, mana bu fioletoviysini rangi, mana yenglari tayyor emas. Yenglari qo'yiladi, xuddi rasmda ko'rsatilgandek. Etegining kengligi keng, oldilari qator boshlar bilan terilgani uchun juda ham chiroyli ko'rinadi. Oldi ochilib turiladi, chiqishimi chiqib turadi. Bunisi bo'lsa mana yashil. Qaysi rangi sizga ma'qul bo'lsa, o'shani olishingiz mumkin bo'ladi. Buni xuddi shuni qizil rangi ham bor. Harakat qildim ko'rsatib berishga, kattaroq razmerda bor. Lekin salmanga noqulay bo'lgani, yenglari ichida astir bo'lmagani uchun noqulay bo'ldi. Chunki u tikuvchi astirsiz tikib qo'ygan, lekin ichidagi astirli materiali yengini yopishga ham yetadi. Ya'ni hijobliligi ham bu bo'ladi. Sharfi bejiviy bo'ladi. Chetlarda chiroyli kantlari bor. Endi o'zingiz xohlagan rangingizni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi rang sizga yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Men uchun juda ham qiziq.